Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun 8-oyning 29-kuni seshanba. Oldi bilan diqqatinglar xabarlarimizning asosiy mazmunlarida bo'lsin. Amerika Xitoy bilan bo'lgan fan-texnik kelishimini qisqa muddatli uzaytmoqchi. Kanada Uyg'urlarning majburiy emgak chetishi deb qaralgan bir qancha shirkatni tekshirmoqchi. Saudiya Arabistoni Xitoy bilan yadro kelishimi imzolashni o'ylashmoqda. Xi Jinping Sharq Turkiston ziyoratida atalmış muqimlikni davomli qo'llashni ta'kidladi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında olsun. Axios Store'ның 24 avqustdagi xəbərinə görə Amerikada Xitoy Amerikaning ilm-fan taraqqiyotidan nafga erishib, Amerikaga qarshi raqobat afzalligiga erishmoqda degan andisha davomlashayotgan bu paytda Amerika Xitoy bilan tuzishgan 44 yillik tarixga ega fan-texnik kelishimining muddatini 6 oy uzartmoqchi ekan. Navbatda bu kelishim shundaqla Amerika Xitoy orasidagi umumiy texnika hamkorligi Amerika parlament a'zolari tomonidan qattiq tekshirilayotgan bo'lib, ular mazkur kelishimni Xitoy hukumatining aqliy mulk o'g'irlashiga qulaylik yaratib bera oladi deb qaraydi ekan. Amerika bilan Xitoyning ilm-fan tadqiqotidagi hamkorlik ramkasini barpo qilgan 44 yillik tarixga ega Amerika Xitoy fan-texnik kelishimi 1979-yili tunji qatim imzolangandan buyon har 5 yilda bir qatim yangilanib turgan bo'lib, bu qatimqi muddati 27 avgust to'shidi ekan. Amerika Van Palatasidagi Xitoy maxsus komiteti Amerika Xitoy fan-texnik kelishimini yengilmasligini kuchli tavsiya qilgan. Hamda mazkur kelishimning tarkibidagi tadqiqotlarning Xitoyning harbiy sanoatini kuchaytirib yetishidan andish qilganligini bildirgan. Al Jazeera To'g'rining 25 avgustdagi xabariga ko'ra, Hugo Boss Walmart Diesel Uyg'urlarning majburiy emgakidan foydalangan deb ayblanganligi uchun Kanadaning axloqiy nazorat apparati bo'lgan mas'uliyatchan korxona nazoratchisi bu shirkatlarni tekshirmoqchi ekan. Mas'uliyatchan korxona nazoratchisi 24 avgust mazkur tekshirish qarorini e'lon qilgan bo'lib, buningga bultur fuqarolar jamiyati tashkilotlarining mazkur shirkatlarni Sharq Turkistonda majburiy emgak bilan shug'ullangan Xitoy ta'minlovchilar bilan hamkorlashgan deb ayblaganlik sabab bo'lgan. Mas'uliyatchan korxona nazoratchisining bayonotchisi Shiri Mirxofer bu vaqtdagi bayonotida mundaq dedi: Hozir taraflarni murossalashtirish mumkin bo'lmag'achqa, biz bu aybnomalarda o'tirib qo'yilgan ayblashlarni tekshiramiz. Tekshirish jarayonida 3 yil shirkatning davomli munosabatli uchurlar bilan ta'minlash fursati bor. Ayblashni murossaa orqali hal qilish yo'li yanada ochiq. Yogobo shirkatining bayonotchisi o'z shirkatiga qartilgan ayblashlarning hech qanday asosi yo'qligini va tekshirishning bultur oxirlashgan ta'minlash munosabatini asos qilganligini bildirib mundaq degan. Yogobo shirkati bevosita ta'minlash munosabati bilan Sharq Turkistondan hech qanday mahsulot sotib olmaydi. Prinsip jihatda biz majburiy emgak yoki har qanday shakldagi zamonaviy qulluq yo'l qo'ymaymiz. Islom 21 Sitorning 26 avgustdagi xabariga ko'ra, Saudiya Arabiston geopolitik tutumini kishini hang-tang qoldiradigan ravishda o'zgartib, yadro energiya sohasida Xitoy bilan hamkorlashni o'ylashmoqda ekan. Xitoy yadro sanoati guruhi shirkati tomonidan o'tirib qo'yilgan bu taklifda Saudiya Arabiston Qatar va Arab Birlashma Xalifaligining chegarasiga yaqin joyda yadro elektr stansiyasi qurish o'tirib qo'yilgan. Bu taklif G'arb ellaridagi tadbir belgilguvchilarning andisini qo'zg'agan. Egilincha Amerika Saudiya Arabistonining yadro orzusiga qarata qattiq shartlarni qo'yganlikdan, buningdan umidsizlangan Saudiya hukmdorlari bu sohada Xitoy bilan hamkorlashni o'ylashgan. Amerika Saudiya Arabistoniga qo'ygan bu shartlar uranni qo'yildirishdan va davlat ichida uran qazishdan voz kechish va'dasi qatorliqlarni o'z ichiga olgan bo'lib, ularning hammasi yadro qurollarining kengayishining oldini olishni maqsad qilgan ekan. Saudiya Arabistoni amaldorlari Xitoyning mazkur talabini o'ylashadiganligini bildirish orqali Bayden hukumatiga besim ishlatib, o'zining yadro energiyasi taraqqiyotiga qo'yilgan bu shartlarni yengillatishni umid qilmoqda ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bu vaqtda mundaq degan: Xitoy Saudiya Arabistoni bilan fuqaroviy yadro energiyasi va boshqa sohalarda o'zaro manfaat yetkazishadigan hamkorlikni davomlashtirish bilan bir vaqtda xalqaro yadro qurollarini kengaytmaslik majburiyatini qat'iy ado qiladi. Halbuki Xitoyning gullanayotgan yadro sanoatining va bu sohada Saudiya Arabistoni bilan hamkorlashishining Uyg'urlarga ziyon solganligi shaksiz. Gerçi Xitoy hukumati Uyg'ur musulmonlariga qarata irqiy qirg'inchilik qilayotgan bo'lsa-mu, Saudiya Arabiston o'z kuchini zo'raytirish uchun Xitoy bilan texnik quyuq munosabat o'rnatishga kuchayotgan bo'lib, ular hatto Saudiya Arabistonda turayotgan Uyg'ur musulmonlarni Xitoyga qaytarib bergan edi. Agar bu ikki davlat orasidagi hamkorlik davomli kuchaysa, buning Uyg'urlarga texnik salbiy ta'siri bo'lishi mo'ljallanmoqda. Al Jazeera To'g'rining 27 avgustdagi xabariga ko'ra, Xitoyning davlatlik televiziya stansiyasi bo'lgan Markaz televiziya stansiyasining bildirishicha, Xitoy raisi Xi Jinping 26 avgust Sharq Turkistonning markaziy shahri Urumchiga berib, hukumat xizmat doklaatini anglagan va nutq so'zlab, Sharq Turkistondagi turli atalmish xizmatlarda qo'lga keltirilgan utuqlarni muayyanlashtirgan. Buningdan sirt Xi Jinping o'zining oz uchraydigan Sharq Turkiston ziyoratida yerlik amaldorlarni rayonning atalmish tasdiqlanib kelgan ijtimoiy muqimligini qo'g'dashga undagan.
Buningdan ilgari Xi Jinping 2022 yılı 7 ayda, ya'ni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Şarkı Türkistan to'g'risidagi doklati e'lon qilinishidan sal ilgari Sharq Turkistonni ziyorat qilgan bo'lib, Xi Jinping shuningdek ilgirki 8 yil jarayonida Sharq Turkistonga berib boqmagan edi. Markaz televiziya stansiyasining xabarida ko'rsatilishicha, Xi Jinping atalmish ijtimoiy muqimlikni qo'llashni har vaqt birinchi o'ringa qo'yishni va muqimlik orqali taraqqiyot kafolatli qilishni ta'kidlagan. Xi Jinping yana monolan bildirgan. Atalmish terrorlikqa va bo'lgunchilikka qarshi turish ko'rishining taraqqiyoti cho'qim jamiyatning muqimligini ilgari surish va qonun orqali idora qilishni normallashtirish bilan birlashtirilishi kerak. Xi Jinping yana amaldorlarni atalmish islom dinini xitoychilashtirishni texmi cho'nqur ilgari surish va qonunsiz diniy faoliyatlarni unumli cheklashga chaqirib mundoq degan. Biz cho'qim krizis tuyg'umuzni kuchaytirib, tasdiq qo'lga kelgan ijtimoiy muqimlikni mustahkamlashimiz kerak. Xitoycha zamonaviy musobaqasidan biz ijil inoq, bay yashat, go'zal Sharq Turkistonni texmi yaxshi ravishda barpo qilamiz. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.